Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi mebellarimizni sizlarga obzorini qilishni boshladik. Xo'p, bu ishlarimiz rasmiga keladigan bo'lsak, uzunasiga 3 metr, balandligi 2.30, begi esa propan balonga joy qilganmiz. Xohlasangiz montqosqon, taxtoqlardan kirib ketadi. Ustiga esa mikrovalnovka, begi esa kattagina shkaf qilganmiz chuqur. Undan keyin esa bellarimizga esa рабочий zona, undan keyin esa gaz, dimoxod va duxovka. Bellariga esa tortma qilganmiz. Tortmalarni e'tibor berpasda yaxshisidan chekalari полный резинный steno deyapishgan. Oshon-boshlari vakuum yaxshisidan qilingan. Bega esa mo'ykasi tushadi. Mo'ykasining o'ng chapini farqi yo'q. Xohlaganingizdek qilib bera olamiz. Orqalari esa kafel yaxshisidan, ustlari zavodskiy qo'yib bo'lgan. Bunimiz rasmiy keladigan bo'lsa, uzunasiga 270, mo'ykagidan shoshilkalari ichida shu turishi 4,5 million so'm. Bunimiz razmeri balandligi 2.30, ichlari esa polka, pondi eshigini chekkasidan qirg'og'iga do pondi plasmassa kronka, davchilari vakuum, ustilari rossiyskiy stalshinchilari, tortmalari ham esa keng bunaqa ikkitalikdan bo'lgan. Xo'p, do'stlar, mo'ykasini xohlang chap tomon, xohlang o'ng tomon, xohlagan dizayningizda undan tashqari joylarga o'lchab yasab o'rnatib ham bera olamiz. Kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, burchakligimi farqi yo'q. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak 4,5 million so'm 270 ligi. Bunimiz esa 3 metrligini 5 million so'm qilib beramiz. Undan tashqari menga yo'q, akrilik kerak deganlarga esa akrilik variantimiz bor. Bu esa razmeri 270 ga, balandligi 2.30 bo'ladi. Akril materialda rossiyskiy stalshinchda, davutchilari esa vakuum bo'ladi. Orqalari granit, kafel, farqi xohlaganingizdan qilib beramiz. Aynaklarni ham xohlasangiz bunaqa gulligini olasiz, gulsizdan qilib beramiz. Xo'p, buni ham balandligi 2.30 ga, svetlar 3 xil yonadi. Bunimiz narxi keladigan bo'lsak 5 million so'm. Xo'p, menga yo'q, 3 metrlik kerak deydiganlarga esa 3,5 metr, 3.60 joyizga bitta xolodilnigingiz bilan tusharadi. Bunimiz ham akril, kashtan grey filmaniki 1.8, davutchilar esa vakuum. Bunimizga ham mo'ykalari aytilayotgan narxlar ichida mo'ykaga shoshilkalari bor, o'rnatib beramiz. Bunimiz razmeri 3, balandligi 2.30. Bunga ham mikrovalnovka, duxovkalarga ham yo'q joylari qilingan. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsa 5,5 million so'm. Xo'p, do'stlar, undan tashqari men joyimga o'lchab yasash kerak deydigan bo'lsangiz, joyingizga o'lchab yasab o'rnatib ham bera olamiz. 1 pakanometri 2 million so'mdan 4 million so'mgacha bor. Uyingizni baland pastligiga va tanlagan material mexanizmimizga qarab summasini balandlatib, pastlatib qilib bera olamiz. Pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz.